Assalomu alaykum hammaga. Bizda Samsung EcoBubble kir mashinamiz полностью chizkaga kelgan. Qotib ketgan kir mashinaning ichi, rezinkalari. Pылесосimiz ham полный chizka qilib, qop filtrlarini yangilab, chiroyli qilib egalariga yig'ib topshiramiz. Bitgandan keyin yana bitta video qo'yib yuboramiz. Samsung kir mashinamiz barabarini sochib oldik. Holati. Chizka qilib yangi pachimliklar qo'yib yig'ib tashlaymiz. Kir mashinamiz chizkadan keyingi holati. Kir mashinamiz tayyor bo'ldi. Chizkadan keyingi holati. Rezinkalarning ichi barabar top-toza. Pылесосimiz ham ichlarni yuvib tozalab, yangi qop filtrlarini qo'yib chiroyli qilib berdik. Egalariga topshiramiz.